Endi hovlingizda mana bunda yer holatida topshirasiz, sizga esa mana bunday qilib zo'r qilib qayta qilib burchatkalar bosib beradi. Hamda mana bunday granitlarni ham yopishtirib beradi. Bu akalarimiz o'zlari ishlab chiqarar ekan, hamda xizmatlarini ham qilib berar ekan. Brigadalari 15 dan oshiq turib bor ekan, narx borasida tortishmaylar, chunki narx juda ham suv tekin. Narxlarni eshitib o'zlarining lak bosganlarini bilmay qolasizlar. Qaranglar akalar. Mana shu burchatkamiz 1 kvadrati 140 mingdan, materiali xizmati bilan. Hamda mana bunday so'killarimiz bor. 1 kvadrati atigi 500 ming so'mdan. Agar mana bunday 60 santlik balandlikda bo'ladigan bo'lsa, atigi 370 ming so'mdan qilib beradi. Ko'ryapsiz, zo'ridan bo'ladi. Garantiyalari umuman ko'p ekan. Telefon qilsalar garantiyalari o'zlari aytadi. Qarang aka, mana bunday tosh gilam hamda gilam deymiz. Mana shu turishi atigi 2 million 200 ming so'm turadi. Darvoza xonasiga bitta bosiladigan bo'lsangiz borib, uyingizda, hovlingizda vidini vobshe ochib oladi. Qaranglar, zo'rmi? Lak bosinglar shu turishi. Keling, operator ko'chani ko'rsatib qo'ying. Mana bu Xitoy granitimizni ko'rishingiz mumkin. 1 metri 550 ming so'mdan bo'ladi. Materiali, usta puli, xizmati bilan faqat dastavka sizdan bo'ladi. Kimga mana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilishlari mumkin. Hovlimizni videoga bitta like bosmasalar bo'lmaydi. Narxlar o'zi suv tekin bo'lib ketdi. Faqat narx borasida tortishmanglar. Brigadalari ko'p ekan. Siz bitta gudoq tashlasangiz bo'ldi ekan. Sirlaringizni kelib ishingizda bitirib beradi. Oldindan arzimagan pul to'lab qilasiz, bo'ldi. Bizning kanaldan chiqqanlarga skidkalar bor, aka aloqaga chiqishlari mumkin. Akalarimiz Farg'ona Bag'doddan ekan, telefon qilaverasizlar.